Do'stlar, bugun sizlarga dahshat zo'r so'ri topib qo'yganman. Agar mabodo kerak bo'lsa, toy, eng so'nggi fasondagi so'ri tapchang. Xon taxtasi ham zo'r. Undan tashqari bu yerda har xil razmerda, har xil narxda eng arzoni ham bor. Mana bu juda ham arzon narxda. Xullas, so'ri tapchang yasaladigan kattakon sexga kelganmiz. Hozir mana shu yerdagi so'ri tapchanglarni hammasini narx-navsini yaqindan tanishtirib beramiz. Undan tashqari, azizlar, bu yerda yakkalik, yumshoq divan kravatlar sizlarni kutyapti. Va yana yumshoq ugoloklar. Xullas, azizlar, videoroligimiz ancha foydali bo'ladi. Adres Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'i. Biz videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa do'stlar, mana shu yerda bittadan like ni bosinglar. Biz esa boshladik, ketdik. Usta Bahromjon, Assalomu alaykum Rustamjon aka. Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Dahshat lekin so'rlarga. Ha, xudo xolasa mana yoz mavsumida o'tiradigan so'rilarni yasab qo'ydik. Har xil razmerdan bor ekan bu yerda. Eng arzoni nechi pul? Eng arzoni 950 ming so'mga 140 ga 210 razmerlarimiz bor. 950 ming so'm. Shunday. Xon taxta bunga qarashli bo'lmaydi? Yo'q, alohida 200 ming so'm. 200 ming so'm xon taxta, 950 ming so'm bu. Yog'ochlari hammasi sasna material. Shunday. Vodiyga dastavkasi ichida srojniga emas, faqat kutib tursa, misol uchun zakaz qilingandan keyin 3-4 kun bir hafta ichida yetib boradi misol. Qolgan viloyatlarga 300 ming so'm qo'shilib qoladi, hisobini olishaveradi. Do'stlar, eng arzoni mana shu yigitda, chunki faqatgina so'rlar hamda panda divanlar, undan tashqari ugoloklar bilan shug'ullanadi. Ko'tarib boraveramiz. Bunisi 220 10 ga 270 imiz, sasnali, dolanali varianti. 270, 210. Ha, shunday. Xo'p, buni narxi 2 million 200 ming so'mga vodiygacha yetkazib berib turibmiz. Vodiyning hamma joyiga do'stlar, hamma tumanlariga. Xon taxta kerak deganlarga 200 ming so'm alohida. 200 ming so'mga berar ekan mana xon taxtasini. Xo'p, bundan keyingisi mana busi misol uchun. Dilali fason, chuqur soyozli, 2,5 guch razmer, narxi 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm. Qolgan viloyatlarga bunga ham 500 ming so'mdan qo'shilib qoladi. Hozir 210 ga 270 aytdik, unga ham. Vodiydan tashqariga 500 ming so'mdan qo'shiladi. Toshkentdan uyog'iga. Shunaqa. Bu xon taxtasi boshqacha ekan. Ha, xon taxtasi 400 ming so'm alohida, gulli xon taxti. 400 ming so'm ekan. Shunday. Oyog'ida g'ildiraklari bilan komplekt holatda aytyapmiz narxlamasini. So'ri karavatimiz yoqqa bu yoqqa siljiydi. Bemalol, xudo xolasa. Undan keyingi etapdagi xullas 4,5 million so'mga bunaqa tortma gulligimiz bor mana. 4,5 million so'mga. Shunday. Ko'rpachalarni solib, maza qilib o'tirasiz. Oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasnali so'rilar bular. Shunday. Shunday qilib azizlar, mana uyilgan, chiroyli, naqshga ega so'rilar. Qarang mana bu yerlarini, pochalarini. Pochalari nima? Ustunlari? Oyoqlari yong'oq, qolgan yeri sasna bo'ladi. Sasnadan. Narxi necha pul dedingiz? 4,5 million. 4,5 Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Yaxshi, biz so'rilarni makonidamiz. Etap ketaveramiz. Bunimiz elita model. Elita. Elita gulli, lagalari 5 tali shipont polli bo'ladi. Oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasna. Hop. Narxi 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'm. Oyog'ida balonchiklari bor ekan, stopi bor ekan. Zo'r. Bunda ham o'sha ustunlari, oyoqlari yong'oq, qolgan yeri sasna. Sasna. Shunday. Yana bitta ma'lumot oluvchi odam ko'rayotgan bo'lsa, videoda qanaqa so'ri olayin ekan, qanaqa nima olayin ekan deydi-yu va bitta tavsiya, kimdan olgan taqdirda ham shuni realni ko'rsatgan narsasini olaversin. Chunki juda ko'p eshitib qolyapman, ko'pchilik zakolat tashab berib boshqa bo'lib puliga kuyib qolayotganlarni ham eshityapman-da. Shuning uchun. Bu yigitda unaqasi bo'lmaydi. Xudo xolasa bo'lmaydi. Ko'z bilan shuni realni videosini yo rasmini tashab beramiz, shu narsa boradi, xudo xolasa. Screen qo'yib, menga mana shundan kerak desangiz, do'stlar, sizga aynan siz tanlagan so'rini uyingizga jo'natib beradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'lar ekan, boshqa joylarga kelishilgan holat yana qo'shilib qolar ekan. Biz yana etap ko'tarilib boraveramiz. Shunday, albatta. Endi bu yoqqa kelsangiz, misol uchun, bu yoqda endi misol atirgul fasonimiz bor, mana 2,5 guch razmer. Mana bu atirgul. Atirgul 3-pozitsiyasi bu, xudo xolasa. Pozitsiya ham bormi? Ha, 1, 2, 3-si bu. Birinchisi 4 million 800 dan boshlanadigan bo'lsa, bu uchinchisi 6,5 million so'mlik variant. Oxirgi pozitsiyaga bu. Shunday, ha. Mana yaxshiroq ko'rsataman do'stlar, mana naqshlari. Gap bo'lishi mumkin emas. Salafonda ham ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti.
Zo'r. Narxi 6,5 million so'm, 2,5 ga 3. 2,5 ga 3, 6,5 million so'm. Buni 4 million 800 ligi ham bor, aloqaga chiqishaveradi xudo xolasa. Har xil razmerda, har xil narxda qilib qo'ygan. Arzonidan, o'rtachasidan, qimmatdan, qommati ham shunchaki qimmat emas, unda naqshlar kattaligi, Shunday, o'shanga qoladi o'ziga yarasha. Bu 2,5 ga 3,5 razmer. 3,5 metr. Bunaqasi 2,5 metr. To'liq razmeri. Yong'oq, a? Oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasnali, shunday. Ana bu kesilganlari zo'r ekan, ha? Mhm. Dahshatli ekan, zo'r. Ko'z temasa mana shu ustani ishlariga do'stlar, like-ni ayamasdan bosinglar. Agar mabodo bosmagan bo'lsangiz, Past tomonlari o'yilgan bo'ladi, chiroylisidan xudo xolasa. puli qancha buni? Bunimiz 6,5 million so'm bu ham. 6,5 million so'mga uyingizga olib borib, o'rnatib beradi. Ha, shunaqa? Ha, vodiy ichi. Vodiy ichi. Endi katta kerak deganlarga 3 ga 4 razmer. Yanada kattarog'i. Ha, shunday. 3 ga 4 razmerimiz. 4 metr, Ha, bunaqasi 3 metr. Qarindoshlar ham, qo'shnilar ham sig'ar ekan. Bemalol, ha, juda kattasidan xudo xolasa. O'rtasida mana qo'shimcha Stoykasi bor. oyoqchasi turibdi, mana stoykasi. Taglarda lagalari zo'r. Bor, ha, lagalari o'ziga yarasha. Ha, yaqin qo'yilgan. Mana shunda nechta laga bor? 6 ta lagasi bor 6 ta laga ekan, bor shunday. Hop, bunimiz narx-navosi mana shu komplekt 3 ta xon taxta bilan 9 million so'mga qo'yib chiqarib beryapmiz. Vodiy ichi dastlabkasi bilan. 3 ta xon taxta donasi 400 ming so'mga xon taxtadan qo'shib beryapti. Kerak emas desa 400 mingdan 1 million 200 ming ayiraveramiz. Ha, mana sizlarga imkoniyat do'stlar, agar xon taxtasi bilan olaman deydigan bo'lsangiz, agar mabodo bunaqasidan kerak deydigan bo'lsangiz, mana qo'yishgan shohona xon taxta. Hop. Bunimiz Corona fasonimiz, chuqur soyozli Corona modelimiz, 4 ta ustuni yong'oq, qolgan yeri sasnali, qalinligi 5 sm ga, gabariti 30 bo'ladi. Coronali holat. Hop. Mana shu turishini 8,5 million so'm qilib beryapmiz aka buni. Xoni bilanmi? Ha, xoni bilan. 8,5 million so'm. Xoni kerak emas desa 800 ming yurib yuborishadi, 7 million 700 qoladi shunda. Nechi dedingiz? 2,5 ga 3 razmer. 2,5 ga 3. 3. Teskari ekan bunda. Bunaqasi qisqaroq, bunaqasi uzunroq. Yo'q, 2,5 3 metrga 2,5 metr. 3 metrga, to'g'ri, 2,5 metr bunaqada. Roverda uyilgan, Ha, shunday. Hozir shunaqa narsa chiqib, mana do'stlar, juda ko'p narsalar naqshinkor bo'lyapti-da. Ilgari qadimda faqat qo'lda yushardi. Naqsh zo'rda. Endi azizlarim, sizlar uchun toy. Bularimiz shu toy nomli so'rimiz, shu bu yilgi sezonda trend bo'layotgan so'rimiz, xudo xolasa. Hozirgi kunda YouTube'da, Instagramda mana shu so'ri tapchan juda trendga chiqqan. O'zi ham trendga chiqadigan holatdagi so'rida bu. Shunday. Roverkimi yoki qo'llikimi? Rover ishi ham bor, buni oqartirilgan yerlari qo'lda o'yilgan bo'ladi. Iskanada? Shunday. Ham roverda o'yilgan, ham iskanada qilingan ekan. Shunday ishi bor. Xon taxtasi ham xuddi o'ziga qo'yilgan patsvet turibdi. Toychoq deyshadi. Ha, razmeri 2,5 ga 3, narxi 15 million so'm aka buni. 2,5 metr, 3 metr. Shunday. Xon taxtasi bilan? Xon taxtasi bilan 15 million 800 ming so'm. 15 million so'm o'zi, 15 million 800 ming so'm xon taxtasi bilan birgalikda. Shunaqa. Mana 15 million so'm. Mana shu holatda. Shunday. Zo'r. So'rilarni agar qiziqqan bo'lsangiz, sotib olaverasiz. Ekranda nomer turibdi. Telefon qilsangiz bo'ldi. Shu ustiga tushasiz. Biz endi pandalarni ko'ramiz. Endi panda fason devorlarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Mana shu pastdagisidan boshlaylik. 2 qavat qo'yganimizga shundaymi deb o'ylayapti. Shunga mayli, xudo xolasa chegirma qilib beramiz. Oldingi narxga qaraganda pasaytiramiz. Xudo xolasa shunday. Xo'p, razmeri o'sha 90 ga 230 lik, machalkasi 10 sm lik bo'ladi. Chamadoni bor mana. Tepa pasti moyishi, o'rtasi villur bo'ladi. Yumshoq. Villur bo'lgani yaxshi, haligi ko'rpa, adyol sirg'alib ketmaydi. Faqat to'liq moyishi bo'lsa, endi u ham yaxshi, faqat sirg'aladi xolos. Shunaqa. Hop, bunimizni o'sha 1 million 150 dan sotib turdik, 1 million 100 dan qo'yib beraveramiz bu safar. Ketdimi? Ha, vodiy bo'ylab ikkitasiga dastavka ham bor. Oldingi videoyimizda 1 million 150 ming so'mdan donasi deb qo'ygan edik. Hozir endi 50 ming so'm olib tashaldi. 1 million 100 ming so'mdan ketdi mana shu hammasi. Vohalarga, qo'shni viloyatlarga
Hop, bu tomonlarga 1 million 300 dan yetib boradi. Ikkita olinsa 2 million 600 ga dastavka qilib beramiz. Chunki yo'l kira degan narsa Shunday. bor, shuni hisobga olingan holatda. Shunaqa. Har Hammasi xil bir xil, rasm, ha, bir ranglari million har 100 ming xil bor, xudo xolasa. Hammasini sandig'i bor, kladovkasi bor. Endi Villordan tikilgan. shunaqa. Shuni menga bitta yaxlitligi kerak deganlarga mana matrasli zakaz asosida tayyorlab beryapmiz. Razmeri, razmeri 1.90 ga 2,5 metr joyga tushadi. Matrasi besprujinli ortoped matras, ikki tomonlamali. Narxi 3 million 200 ming so'm faqat zakazga chiqadi. 3 million zakaz qilishadi, tayyorlab beramiz shunday. 3 million 200 ming so'm. Oldingi videoyimizda men kommentariy o'qigandim. Ana shunda yakkali divanlarni bir xil, ya'ni bitta yaxlit qilingani bormi deb so'ragan edingiz, mana chiqdi. Albatta. Bor ekan. Shunday. Xo'p, endi bizda eng arzoni mana bular. Bularimiz bor, ha, 1 metrga 210 li yog'ochli divanimiz bu. Mana taglarigacha yog'och bo'ladi. Chamadoni bo'lmaydi buni. Chunki maza qilib ishlatgani yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Chamadonsiz. Eni ham enli, serbar. Shunaqa. Yumshoq. To'rli machalkali. Narx-navosi buni 850 deb turdik, 800 dan qilib beramiz. 800 ming so'mdan. Bir donasi 800 ming so'm, ikkitasi 1 million 600 ga vodiy bo'ylab yetib boradi. Bundan serobmi? Bor, xolos. Nechta bor? Yetkazib beramiz. 100 ta bor. Oh, qani. Shunday. Azizlar, endi yumshoq. O'ta ham eng so'nggi fasondagi ugoloklarni ko'ramiz, a? Bu fikrlar bor ekan mana. Ha, hozir joyimiz torligi uchun yoymadik. 10 xilga yaqin ugologimiz bor, xullas. Ha, 10 xildan ortiq sizda bor. Bor, ha, serob. Hop, 230 ga 330 li razmeri, yarim chesterlarimiz, ikkita pufik xontaxta bilan 5,5 million so'm. 5,5 million so'm mana shu. 3,5 million so'mdan 8 million so'mgacha yaxki mebel bor qo'lda, xudo xolasa. Aloqaga chiqish. Boshlanishi 3,5 million so'm. Shunaqa, ha. Eng so'nggisi shunaqa. Shunday. O'tirsa yaxshi bo'ladi, bunda yana pampers prujinali zo'ridan, xudo xolasa. Juda yaxshi, chunki mana bu yo'llar qarag'a, ya'ni sasnadan qilingan. Shunday. Sifatli, juda ham chiroyli. Xullas, do'stlar, biz hali ham sexdamiz. Mana shu yerda yasaladi shu kravatlar, ugoloklar. Agar kerak bo'lsa, telefon qilasiz. Xo'p, usta, qarang, ishlaringizga ko'z tegmasin. Haqiqatan juda ham zo'r, xalqqa xizmat qilyapsiz. Sizga telefon qilishadi. Doim ishlaydigan nomeringiz? Nomerlarimiz 90 kodi bilan 377 3300, keyingisi 99 kodi bilan 005 43 22. Musofirdagilar bemalol sahrayn qilishsa, hamma nima bor. Max hozir ko'pchilik Maxdan chiqyapti. Max bor, Telegram, WhatsApp, Imo, hammasi bor nomerlarda. Aloqaga chiqishaveradi, xolos. Zo'r. Azizlar, biz endi ko'rsatuvga shu yerga yakunlaymiz. Shu yerda keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.